Bir kuni ish qidirib savol javobga borish kerak bo'lib qoldi. Ish beruvchilar bir ozgina suhbat qilib, otasiga aytib, "Ota, suhbatga boryapman bugun. Nasib bo'lsa suhbatdan o'tsam ishga kiraman" desa, otasi, "Mayli, suhbatga borasan, boshqa qilasanmi? To'g'ri borib, to'g'ri kelgin. Besar yurmagin. Qo'lingdan kelgan ishni qilgin, kelmaganini qilmagin" degan ma'noda yana bir qattiq ota bola aytib, shu bugun ham baqiradim ya. Shu bugun menga bir yaxshi gapirsa bo'lardi, duo qilsa bo'lardi, boshqa qilsa bo'lardi deb ichidan ranjib ishga boribdi. Endi ma'lum bir ishxonaning ichidan kirib, bir qarasa suv oqayotgan ekan. Bu yerda suv oqyapti, o'chirib qo'yibdi. Biroz yurib qarasa, yana bir nima, uni ham tuzatib qo'yibdi. Bir qarasa bir joyda svet yonib turgan ekan. Uni o'chirib qo'yibdi. Yo'llarga borib, o'rganib qolgan otadan dakka eshitaverib, dakka eshitaverib. Keyin boyagi savol javob bo'ladigan xonaga kirib, suhbat bo'ladigan xonaga kirib, "Assalomu alaykum. Men falonchi, men suhbatga keldim. Siz ishga olindingiz." Nega desa, biz shu imtihonni o'sha darvozadan kirgandan